hozirgi vaqtdagi eng yaxshi kutinish qaysi desangiz, o baldır uxlab sahar turish emas. Tamoqni oz yeb, ko'p yo'l yurishma emas. Balki odamlardan orliq saqlash. Chunki hozir barliq ko'ngil og'riqi atrofingizga odamlardan keladi. Tömür namdan, odam g'amdan qo'rqadi. Keraksiz berish kelishni azaytish, sapası töven, o'ylanishi az, o'zini birinchi sanaydigan, besim qiladigan, sizning yorlangan yeringizni ko'chilaydigan, siz bilan baslashadigan, ish qilib sizni charchitadigan odamlar bilan amalba aralashmay yo'lingizga ravon bo'ling. Shunda qilgandila kayfiyatingiz alomat, tan saqligingiz karomat bo'ladi. Tinchlik hammamizni kuldiradi. Beg'amlik tish yashashni bildiradi. Odamdan orliq saqlash yaxshi odat, bo'lmasa ajaldan burun o'ltiradi. Sapasiz menmenchilar eshaknimi tulpar deb yanmay sizga mindiradi. Tashlashqa tegishlikni tashlamasak, hamini tuxumdan tuk undiradi. Ömür shu, oxirida hammamizni quloq tish yashash uchun ko'ndiradi.